Shov-shuvligi sababchi bo'lgan, endokrinologlarni hayratga solgan, ancha-muncha ayollarni hech qanaqa dori-darmonlarsiz gormonlarini joyiga tushirib bergan, yerdan o'sib chiqqan o'simliklardan tayyorlangan, mumkin bo'lgan 100% mumkin bo'lgan garantiyali detoksimizni sizlarga ko'rsatib beraman. Faqat homiladorlarga mumkin emas. Keyingi videoyimda faqat homiladorlar ichida bo'ladiganini tayyorlab ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar xilba o'simligi, 1 stakan qaynagan suv, 2 qoshiq kurkuma, 2 qoshiq mana xilba o'simligidan va 6 dona kichkina bo'lak imbir, 4 dona limon, o'zimizniki bo'lishi kerak, koreyskiy bo'lmasin va 4 bo'lak apelsin. Apelsin bizga hidini va mazasini приятный qilib beradi. Va hech narsani po'chog'ini artmaganman. Apelsin ham po'chog'i bilan, limon ham, imbir ham hammasi po'chog'i bilan. Ketma-ketlikda mahsulotlarni solamiz, hammasini. Ana imbir bilan xilbani solamiz. 1 stakan suv va 1 qoshiq asal solamiz. Detoksimiz tayyor. Buni bemalol ko'proq qilib, men hozir bitta porsiya ko'rsatdim. Xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar yoki muzxonaga qo'yib qo'ysanglar ham turaveradi. Polniy mana 1 stakan suvga 2 qoshiq solib, aralashtirib, ovqatdan oldin ichib olasizlar, och qoringa. Ovqatdan oldin, yarim soat oldin yosh-u qariga birdek mumkin mazza qilib ichib olasizlar, sog'lig'inglarni tiklab. Trenovkaga keladiganlar, trenovkadan oldin ichib kelinglar. Adrenalin